tabrik uchun so'z Shahrisabz tuman hokimi Samad Ahadullayevich Hasanovga. Siz azizlarni mamlakatimiz hayotda qutlug' ayyom, yoshlar oyligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Biz o'z oldimizga qo'ygan ulkan maqsadlarimiz ijobatini, yangi O'zbekiston kelajagini butun el yurtimiz qatori sizdek azmi, shijoatli farzandlarimiz bilan bog'liq holda quramiz. Sizlarni bugungi bayram bilan yana bir bor tabriklab, o'z oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishda barchangizga sihat, salomatlik, baxt, saodat, omad va zafarlar tilayman. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Yangi O'zbekiston yoshlari festivaliga barchangiz xush kelibsiz. Super. Hammaga omad tilayman. Millionlab muxlislar olqishiga sazovor bo'lgan va ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuborgan san'atkor Tolib Musofir. Assalomu alaykum.